Munisa Rizayevani muxlislari bittadan like bosib qo'yinglar videoni. Juda ham ko'plab muxlislar Munisa Rizayevani to'y xizmatlariga so'rashgan. Muxlislarning talab va iste'klarini inobatga olgan holda bugun biz Toshkent shahriga taklif qilib ko'ramiz. Birgalikda adminlari bilan bog'lanamiz do'stlar. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Munisa opani adminlarimi? Labbi aka. Aka xizmatlarini bilmoqchi edik. Nimaga? Toshkent shahriga. Ha? Toshkent shahriga xizmatlarini bilmoqchi edik birovlari. 1,5 aka Toshkentga. Bo'ladiganimi aka? Mana bo'lish aka. Nikoh to'yiga. Ha, nikoh kechga. Ha. 1 soat bo'ladimi aytdi? Qanaqa bo'ladi? Yo, yer aka 4 tashla bo'ladi aka. Ha, 4 tashla 1,5. Bo'ldi, katta rahmat aka. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohliginglarda biz estrada xonandasi Munisa Rizayevani admini bilan bog'lanib ko'rdik. Toshkent shahriga taklif qilib ko'rdik to'y xizmatiga. 4 tashla aytib chiqib ketish uchun $1,500 qilib belgilangan ekan. Biz opani ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasinlar. Yildan-yilga chiroyli xitlar chiqishda davom etsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyon. Sog' bo'linglar.